أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alloh taoloning iltifoti bilan Sura Nisoning 101 oyatiga keldik. İlgirki oyatida Alloh taolo jihodga aloqador va hijratga aloqador mazmunlarni so'zlagan. Shu mazmundagi oyatlarni o'qib o'tgandik. Endi mayli jihad olsun, mayli hijrat olsun, bu bir safar qilgan ish bo'lgan ekan. Endi safarda namozni qanday qilish kerak degan bir savol kelib chiqadi. Shuni qarata hozirgi biz o'qigan oyatda shuni javob berdi ekan. Allah Teala şunu deydi. Estaizu billah. Ve izâ darabtum fil ardı feleyse aleykum cunahun en taksuru mines salati in khiftum en yeftinakum ellezîne keferû. İnnel kâfirîne kânû lekum aduven mubînâ. Yani eğer zeminde sefer kılıp kalsanlar, darabtum degen safertum. Yani seferge çıkan vaktinlarda kafirlarning uzunlarına ziyan zahmet yetkizip koyuştan korkup namazını kasır kılıp, yani 4 rekatni 2 rekat kılıp okusanlar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan o'pochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirib o'tish uchun yonmaydi. Yani darabtum degan safartum. Yani zaminda mushta safar qilib qolsanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi, namozni qasr qilishinglardi. Qandoq desa, shu namozni 4 rekatni 2 rekat qilib, peshinning, asrning, xutbanninki farzlarini 2 rekat qilib o'qisanglar. Agar qo'rqib qolsanglar, fitnaga tashishdan sizlarni kufrlik qilganlar. Endi kufrlik qilganlar, endi kofirlar tarafdan sizlarga bir yomon ko'rgan ishni yetib qo'yishni qo'rqsanglar, deydi. Bu bayonun lil voqi'a idzaka. Bu shu vaqtning o'zidagi reallikni bayon qilish. Lekin buning mafhumi yo'q deydi. Demak shug'ini qandayki bir safar bo'lsa namozni qasr qilsa bo'ladi. Lekin ma miyada in xiftum ay yaftinakum allazina kafaru deb ma'ni shart qilib qo'yishi ma'ni alohida bir mafhumi yo'q demoqchi benim. Shu vaqtga reallikni bayon qilib deydigan gap demoqchi. Sunnat shuni bayon qilib berdiki, bu yergi safardan iroda qilingan gap uzun safardir. Shu safar namozni qasr qilish qilsa bo'ladi deydigan safarninki bir nimasi bor, o'lchimi. Shu safar qanchalik degan chog'da arba'atu burudin va hiya marhalatan edi. Unsuni 4 burutdir. Al burut degan baritning ko'pligi. Yani bir o 12 mil ekan. Bir barit 12 mil. Shunda onda marhala degan normal bir kun piyoda mangan vaqtda normal bir kunlik mangan musofirni shu al marhala deydi ekan. Yani 2 marhala degandagi 2 marhala qanchalik bo'ldi desa 81 kilometr atrofida mo'ljallanadi deydi hozirgi o'lcham bo'yicha. Demakchi bo'lgan gap hozir shu 81 kilometr doirada bir safarga otlanib qolsangiz, o'shanda namozni 4 rakat namozni 2 rakat qasr qilib o'qisangiz bo'ladi degan. Undan boshqa nurg'un fiqhiy ixtiloflar bor masalan. Qancha kunlik safar, qandoq safar degan. Annahu ruxsatun la vojib. Bu namozni qasr qilib o'qish, ashta safar degan hukm tushirgan holatda bo'lsa-mu, shu namozni shu holatda qasr qilib o'qish ruxsatdir, vojib emas edi. Yani to'tarkan bir o'qiyversangiz bo'ladi demoqchi. Ma tafsir o'chi bitgan. İmam Şafii mi qarashda. Lekin Hanafiy mazhabda bu namozni safar holatida rasmiy shu safarga tushadigan holati bo'lsa, shar'iy shu safar deyilgan shu doiraga tushadigan holati bo'lsa, namozni qasr qilib o'qish farz deydi ekan. Hanafiy mazhabda. Nega ma Şafii mazhabda vojib emas, ruxsat deb qaraydi. İnnel kafirine kanu lekum aduven mubina. Hakikaten kafirlar sizler için aşkar düşmandır. Yani aduven mubina degan aduven beyinel adava. Yani her vakit şunu hoşar tursanı bulmaydı. Sefer altıda namaz okunan aletlerdi mi? Sizler hoşar turuşuna kerak.
Tamam, hozir kino o'qiydigan aytda shu kofirlarning alohida hushyor turishni muhimligini ta'kidlab o'tadi Alloh taolo. Hattoki namoz o'qigan holatdami sizlar shu hushyor turishingiz kerak deb shuni ta'kidlab hozirgi oyatda shu vaqtga mazmun o'qiydi ekanmiz. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Yani eğer sen Muhammed Aleyhisselam ulanın içinde bulup müminler bilen cihatga birli bulup ular bilen namaz okumakçı bulunanda ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni ehtiyot yusidan yanada tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin. Yana namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda ko'zatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda yana orqangda namoz o'qisin. Dushmanlardan ehtiyojlik bilan hushyor tursin. Dushmanlar bilan urushga tayyor turish yusidan qurollarni yanada tutsin. Kafirlar sizlarning qurollaringlardan, ashyolaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuni bilan sizlarga birdilla tuyuqsidan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lolmasligi uchun hammanglar birla vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'lgan bo'lsa yoki kasal bo'lib qolsanglar, bu chog'da qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyot va hushyor bo'linglar. Allah hakikaten kafirlar için hor kılgıcı azap tayyorladi. Yani ve idza kunta degan ey Muhammed Aleyhisselam sen ularning ichida hozir bo'lib ve entum tahafunal aduva sizlar dushmanni qo'rqib turayotgan holatda ularga namozni o'qib bersang faltaqum taifatun minhum ma'ak miyada hada jariyun ala adatil Qur'ani fil khitab. Yani bu hitap qilishdiki Qur'onning odati bo'yicha deyilgan gap, lekin uni alohida bir mafhumi yo'q deydi. Yine Muhammed Aleyhisselam sen aşağının içinde bo'lgan vaqtda mushtaq qilishing kerak deb hukm shuni xasan emas. Yine bu har qanday jihad holatida mush hukm kuchga egilmoqchi. Muhammed Aleyhisselam hamda yo'qoladi buni beshida. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Osh mu'minlarning ichidan bir toifa sen bilan tursin. Yeni bir toifa sen bilan namozga tursin. Yeni bir toifa keyinda ko'zatchilik qilib tursin deydi. Namoz o'qimay. Vel ya'khudu aşı sen bilen namoz o'qiyotgan toifimi Qur'onlarni tutib olsin deydi shu holatda. Yine alohida ehtiyot qilishni muhimligini ta'kidlayapti. Qur'onlarni tutib olsin o'zi bilan birga. Fa iza sajadu agar ular sajda qilsa, ya'ni namozni o'qib qolsa, falyakunu tur bo'lsin yeni bir toifa sizlarning orqanglarda. Yahrisuna ila an taqdu as-salata. Sizlar namozni o'qib bo'lgan qadar va yeni bir bu toifa ko'zatchilik uchun borgan qadar ular ko'zatchilik qiladi. Vel ta'ti bir toifa sen bilan namoz o'qib bo'lgandan keyin yeni bir toifa kelsin namoz o'qimagan. Ular namoz o'qimagan yeni bir toifa kelib sen bilan namozni tamom qilib o'qisin deydi. Vel ya'khudu hidrahum aslihatahum. Va ularmi o'zlarininki ehtiyotini, qurollarini qattiq ehtiyot qilsin, qurollarini tutib olsin yanida. Hammanglar shu namoz o'qib bo'lgan qadar ishta qilsin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Betun Nehl degan joyda mushuni o'xshash namoz o'qigandi. Buni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Buni bu salatul xavf deb ataladi. Salatul xavf. Mana Buxoriyda bir qancha hadis bor buningda. Tafsili bayon qilingan shu salatul xavfniki qanday o'qilganlik jarayoni. Vaddallazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Kafirlar orzu qiladi sizlarning g'aflat qilishinglarni. Agar namozga tursanglar, namozga turgan vaqtinglarda sizlarning qurollaringlardan, ashyolaringlardan g'aflat qilib qilishinglarni orzu qiladi. Sizlar ashna g'aflat qilib qolsanglar, sizlarga birdillamlar shu kelib hujum qilishni orzu qiladi. Bi an yahmilu alaykum fa ya'khudukum. Sizlarga birla hamla qilib, sizlarga hujum qilishni orzu qiladi. Bu bo'lsa-mu illatul amri bi akhdhi silahi deydi. Yani Qur'onlarni tutuvinglar deb buyurishdiki sabab mushu. Yani kafirlarningki har vaqt
musulmonlarga hujum qilishni, ularga hujum qilishni maqsad qilib turganligi, ularga dushman bo'lganligi uchun mushu ko'zda tutilib, sizlar Qur'onlarni tutib olinglar deb Alloh taolo alayda buyurdi demoqchi. Vala junaha alaykum. Sizlarga gunoh bo'lmaydi agar sizlarga bir aziyat bo'lib qolsa, yomg'irdan, ya'ni yomg'ir yig'ib sizlar bir aziyat yetib qolsa yoki e, kasal bo'lsanglar, an tadau aslihatakum. Qur'onlaringlarni ko'tarib olmay qo'yib qo'ysanglar, gunoh bo'lmaydi. Ya'ni fala tahmiluha. Bu ma'u ma'qul holatda Qur'onlarni tutib olmasang gunoh bo'lmaydi degan bo'lgan ekan. Bu yuqori holatdami Qur'onni ko'tarib yurishninki yani o'zri bo'lmagan holatda yuqori qarakan. Qur'onni ko'tarib yurishning vojibligini ifodalaydi. Hozir men o'zri bo'lgan holatda bunday dedim. Lekin o'zri bo'lmagan holatda Qur'onni tutib yurish vojib degan ifodalaydi. Bu o'zimi İmam Şafii'ninki ikki so'zning birisi. Yani vacip degan so'z. Yani ikkinchi qarashda sunnat deydi. Yani o'zir bo'lmagan holatda shu Qur'onni tutishning o'zi sunnat emas ekan. Ammo shu sunnat degan qarash rujjihayn tarjih qilindi o'ribdi. Tarjih qilindi. Tushundirildi. Va xudu hidrakum. Sizlar dushman qarta alayda hazar holat turinglar. Yani ihtarizu minhu mastata'tum. Kuchinglarning yetishicha dushmandan hazar aylanglar. Alayda diqqat holat turinglar. İnnallâhe a'adde lil kâfirîne azâben muhînâ. Hakikaten Allah Teala kafirlerge hor kılgıcı azabını tayyorladi. Muhînâ degan va ihanetin. Xo'sh, endi fa idâ qadaytumus salâte fadkurullâhe qiyâmen ve qu'udan ve alâ cunubikum. Agar namozni o'qib bo'lsanglar, endi namozni farig' bo'lgan chog'inglarda Allohni zikr qilinglar. Tahlil etish bilan la ilaha illalloh deyish orqali subhanalloh deb tasbih etish bilan Allah'ın zikir qilinglar. O'rtugan holatda, o'tirgan holatda va yanchayotgan holatlarda mubtaji'in. Ya'ni har qanday holatda, hamma holatlarda holatlarda Allohni zikr qilinglar. Fa idat ma'nuntum fa aqimus salah. Endi aminlik amin bo'lgan chaqlarda, xotirjam bo'lgan chaqlarda yuqorqi qo'rqinish holatdagi ahvol tamdi. Endi amin bo'lgan chaqlarda namozni ado qilinglar. To'liq holatda aqimu degan bo'lgan ekan adduha bi huquqiha. Namozni to'liq arkonlar bilan ado qilinglar. Yani salatul xavf holatidagi holat bo'yicha emas, shu muqim holatda safarga chiqmay muqim holat turgan chog'dagidek to'liq arkonlar bilan ado qilinglar. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. Kitaban degan maktuban farz qilindi, mafruban mavquta degan muqaddarin vaqtuha. Uning vaqti belgilangan. Uningdan kechiktirishga bo'lmaydi. Namozni shu vaqti, 5 vaqt namozni masalan, shu vaqti kelishdan burun o'qishga bo'lmaydi. Vaqti ketgancha vaqti ketgandan keyin o'qisa qazo bo'lib ketgan bo'ladi. Demak, shu Alloh taolo belgilab bergan vaqtni o'zi o'qish kerak. Demak, bu namoz islomda işte alayida ahamiyatga ega. Har qanday holatda namozni o'qimay tashlab qo'yishga bo'lmaydi. O'zri yo'q. Hatto kasal holatdami, kasal qattiq yig'ilishib ketgan holatdami, shu namozni kuchinglarni yetishi o'qinglar deb belgilab beradi. Shuningdek, bu namozga alayida ehtimom qilish kerak ekan har bir mu'min. Alloh taolo hammalarni shu namozni joyida to'liq ado qiladigan, Alloh buyurgan ishlarni qilib cheklan ishlardan yanadigan taqvodor mu'minlar bo'lishimizni nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astagfiruka va atubu ilayk.